Keşiranlı vatandaşlar. Bugünkü şiirlerimizi başlaymayız, hürmetli vatandaş. Bugün çislak 2024 yıl 12. ayının 15. günü ettik Yekşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimizin ise kaval bir cümle Xitayga münasebetlik. Hazır Xitayning azatlık armiya gezeti kayni digidek toxtamay. Reisi Jinping'e karşı değil endi hesapta. Makal ilan qilishga başladı. Bunun melodiyasi bu makalının mazmunu şekli itibar bilen yanıla burun bizlarga aytgan demokratiya ve demokratik merkezleştirish. Partiya içinde demokratiya, armiya içinde demokratiya. Hazır bu gap şundak başlanıdı vatandaş. İş şundak başlanıdı. Hazır bunu Ronya'nın nazarı bugün hani sözlevatıdı. Azatlık armiya gezeti Reis Xi Jinping'e qaratıp demokratiya ve demokratik merkezleştiriş bu içe arkadan makalla ilan kıldı. Bunun mazmunu demokratiya ve demokratik merkezleştirişte sizlerge sözle boğan idik. Hazır şu işinde dikkat kılışlar yok, lekin ketim sahne. Lekin merkezlik halda tenqitleşke ve yaka teklif berişke özgerdi. Hazır devamlı şunda 101 vatıdı desiniz. Bunu vaziyetle birleştirirseniz ona ketim sahne. Azatlık armiya gezeti. Bugün şu haberini yetkizdi. Bu kişi yakırın yanına nazarı. Sizlerge sözdeydi galliksiyle vatandaş bugün bu Uygur üçün, Mayyaki Uygur'un hazırki siyasi faaliyetleri için aytqanda intayin nazik bir mesele hazır Amerika Avazı Radyosu'na yetip geldi. Amerika Avazı Radyosu'na Xitay Til programımıza yetip geldi. Neç gündür beri torbetlerdi mesela video film, ekran şeklinde bu haberde 2-3 torbet yani asaslığı Xitay tillik torbetlerdə ilan qılınğan idi. Mən ulanın sizlərə yetkizmə yandap ötüb getdim vatandaş. Bu siyasetdəki nimə desəniz til sırat kövrügünün üstədə məniş yaki qıl üstədə məniş degellik bolu diken vatandaş. Hər qandaq bir cümle sözgə, hər qandaq bir qıtımlıq hərəkətə, her qandaq bir qatımlıq münasibetlik dikkat kılması olmaydı bek nazik mesele iken siyasetdeki vatandaş. Bunun naziklik derecesini barğansır görüp yetivatımız mesela Amerika Qoşmuş Ştatlarında siyasi medeniyet zaten qandaq bir ceryan. Amerika Qoşmuş Ştatlarının siyasi medeniyeti qandaq bir ceryan. Bunun hazırmış haberlerini sizlerge yetkizüş arqılıq teximi çonqurlap kırdık vatandaşım. Bu yerden bunda inçke haberler mesela Uygur'a münasebetlik, Tibet'e münasebetlik haberler. Şunun işinin ki İngiliz dili arkalık emez. Çünkü bu noktanın etkan bir teşkil siyasetinin obükte Tibet Uygur meselesi diyen gel. Amerika'nın devlet menfaati olan ancak köplerinin alakası yok diyen gel vatandaş. Bu fakat Cungo'nun canı menfaati değilip kilovatkan mesele, Tibet meselesi, Uygur meselesi. Şun Tibet alakadar mesele, Uygur alakadar mesele, Xitay tillik matbuatlarda ve torbetlerinde köplep sözdeydi vatandaş. Bırak bunun için de Amerika Qoşmuş Ştatlarının taşkil siyasının obükti Tibet, büyük günde Amerika Qoşmuş Ştatları taşkil siyasının obükti Uyguristan. Meyli kişilik hukuk, mevkad turup köngül bilsin Amerika Qoşmuş Ştatları, meyli adamgerçilik, yaki insanperverlik, devlet ahlakı boyunca köngül bilsin Amerika Qoşmuş Ştatları bugün Uyguristan Xitayning mustamlikisi Tibet, Xitayning mustamlikisi Amerika Qoşmuş Ştatları işki rayonga hem siyaset karakterlik hem devlet ahlakı karakterlik köngül bölüp geldi. Endi bu haber, bugünkü haber neçe zamandan bir oturuğa çıkıp kelivatkan haberler yeniliği ancak yeniliği yok, orijinallığı yok deseniz mi buludu bir hesapta vatandaş. Lekin bunun için de orijinallığı var, sözden salmığı var deyip karısanız mesela Amerika'da neşir kılınılan Newsweek.
Haftalık jurnalning bir ikki cümlesi ekan. Bugun sizlarga bir tuvanda yetkizimiz hozir vatandosh. Mavzu nima desangiz, endi mundaq mavzu. Suriyada ishki urush oxirlashmay turib, Sharqiy Turkiston jangchilari miltiqning uchini Jungoga qaratdi. Mavzuli xabar 12-oyning 15-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Uyg'ur millatining mustaqilligini ilgari surguvchi va mustaqilligini bosh prinsip qilgan Suriyadagi o'qituvchi qurolliqlar qatoriga qo'shilgan va hamkorlashgan Suriyada zo'ravon Bashar Asad hukmronligini og'dirgan qurolliq guruhlar yaqinda ekranda axborot e'lon qilib, kelgusi Jungoga hujum qilish planini oshkorladi. Hamda Jungoda dinsizlar naiti Sham shahar Jungoda dinsizlar naiti yaqinda Sham shahar rayoni jumladan Suriyani o'z ichiga olgan O'rta Sharqdan sharqi qirg'idagi lar tortqon kulfatning azob uqubatning ta'min etadi deb ko'rsatdi. Bu Sharqiy Turkiston Islom partiyasi deb ataladigan bu tashkilot Bashar Asad hokimiyatining ishib turgan bir paytda ishdan avval ekranda xabar e'lon qilib, Jungoga hujum qilish planini eg'izga oldi. Bu tashkilotning rahbari Abdullah Haq al-Turkistoni mundaq ko'rsatdi. Musulmonlar har qaysi joylarda bu g'alabani tabriklayotgan bir paytda Sharqiy Turkiston Uyg'ur musulmonlari yanada zulm istam ostida yashayotdi. U mundaq dedi: agar Alloh xolisa, Alloh qo'llasa, Jungoning dinsizlari pat arada azob uqubatning ta'mini tetibaqidi. Bu tashkilotning yana boshqa ommaviy guruhi Jungoning raisi Xi Jinpingning surati bilan suratli xabar tarqatdi. Bu tashkilotning ba'zi a'zolari tahdid silib, Suriyada g'animat olgan harbiy qurol-yarog'lar ishkilotini ko'rsatib, bu qurollar bilan Jungoga taqobil turamiz deyishdi. 12-oyning 8-kuni Bashar Asad siyosiy hokimiyati barbod bo'lgan kuni Sharqiy Turkiston Islom partiyasi bir parcha ekran xabari tarqatdi. Jangchilar yuzini niqoblagan edi. Qo'llarida pulemyot bor edi. Xinjiangdagi bir qancha shaharning ismini eg'izga oldi. Bu yerdan Jungoloq dinsizlarni qo'g'lab chiqaramiz dedi. Sharqiy Turkiston Islom partiyasining oldingi gavdasi Sharqiy Turkiston Islom harakati tashkiloti deb ataladi. Bu tashkilot 1990-yillarning oxirida 2020-yillarning boshlarida Xinjiang rayonida ko'p qatam zo'ravonlik harakatlarini qo'zg'ab, Xinjiangni Jungodan ayirib chiqish, din bilan siyosat birlashgan Sharqiy Turkiston Islom davlati qurishga izlangan edi. Jungo maxfiy ishlar idorasining ko'p yillar bostirishlaridan keyin Sharqiy Turkiston Islom harakatining qisman a'zolari jihodchilarga qo'shilgan hamda 2011-yili tunji qatim portlagan Suriya ishki urushida Bashar Asadning hukumat armiyasiga qarshi urush qilgan. 13 yil davomlashgan ishki urush jarayonida ular davomli Suriyada turib harakat qilgan. Ularning boshqa tashkilotlar bilan munosabati bo'lsa-mu, lekin o'zining mustaqil salohiyatini saqlab kelgan. Garchi Jungo Uyg'ur bo'lginchilarni bostirish bilan asosiy jihatdan g'alaba qilib, Xinjiang rayonida qon to'kilishning oldini olgan bo'lsa-mu,
Lekin Amerika ve G'arbdagi ittifoqdosh davlatlar Xi Jinpingning ko'plagan jazo lagerlarini qurib, kishilik huquqi keng ko'lamli xiloflik qildi, hatto Uyg'ur qirg'inchiligini yo'lga qo'ydi deb aybladi. Jungo rahbarlari bu ayblashlarni inkor qilib keldi. İslam hareketi teşkilatı 2022 terörist teşkilat deb bekitilgan. Lekin 2020 sobiq davlat 2022 juma kechirana majlisga olib qapti. İslam hareketi teşkilatı 2002 terörist teşkilat deb bekitilgan. Lekin 2020 sobiq davlat ishlar kotib Mike Pompeo bir qatimliq suhbat bayonida Islom harekati tashkilotini terrorist degan belgilimini amaldan qoldirdi. Chunki dedi sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo 10 yillardan beri Sharq Turkiston Islom harakatining davomli mavjud bo'lib turganligi to'g'risida hech qanday fakt yo'q, sebep yo'q deb ko'rsatdi. Telegraf gazeti xabar qilib bunda ko'rsatdi. Beijing uzundan beri hatto Sharq Turkiston Islom harakati tashkilotining kuchini ko'ptirib, Uyg'urlarni bostirishning yo'lliq bahonasiga aylantirib oldi. Lekin bugun ular Jungo hukumatiga amaliy tashkillik hujum qilalamdi yo'q, yanala kuzatishga to'g'ri keladi. Xi Jinping yetakchiligidagi diplomatik strategik siyosat bir yo'l, bir belbog' siyosati Jungoning chet ellarga mablag' solishiga ergishib, shundaqla Jungoning chet ellardagi aslahalar qurilishini ko'p nisbatdagi Jungo ishchilarining hujumga uchrash xatiri bor. Haftalik xabarlar jurnali xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoga qaratilgan yana bir qatimliq harakat Osiyoda rayonlarda qurolli harakatlarning o'zliksiz ko'payishini va geopolitik talash tortishlarni o'zliksiz ko'paytib, kechiringlar. O'zliksiz ko'paytib, og'dirish xarakterlik harakatlar o'ttirg'i chiqishi mumkin. Jungoning Washingtonda turishliq bosh elchixonasining bayonotchisi Liu Peng haftalik xabarlar jurnaliga mundaq dedi. Beijing hukumati Sharqi Turkiston Islom harakatiga varislik qilib, Suriyada o'ttirg'i chiqqan unsurlar to'g'risidagi xabarlarga diqqat qildi. Va bu tashkilotning Jungo chegarasi ichida bir necha qatimliq zo'ravonlik harakatlarni planlaganligini, ijro qilganligini e'tirof qildi. Liu Peng mundaq ko'rsatdi. Jungo bosh elchixonasi Amerika turishliq bayonotchisi Liu Peng mundaq ko'rsatdi. Yaqinqi yillardan beri bu tashkilot xalqaro va rayonlarda terrorizm va bo'lg'inchi kuchlar bilan teximizni til biriktirib, Jungoning chet ellardagi greydallarini nishon qilib hujum qildi. Terrorizm insoniyatning o'rtaq dushmani deb ko'rsatdi Liu Peng. U yana mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Afg'oniston va boshqa aloqador davlatlar bilan munosabatlarni chuqurlashtirib, hamkorlashib, Sharqi Turkiston Islom harakatiga zarba berib, rayonning va dunyoning bexatarligini, muqimligini qo'g'daydi. Men bugun bu xabar to'g'risida ortiq tahlil yurgizmayman, vatandoshim. Siz faqat bir nuqtaga diqqat qiling, hurmatli vatandosh. Haftalik xabarlar jurnali Amerikada nashr qilinadi. Xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Jungoga qaratilgan yana bir qatimliq harakat Osiyoda rayonlarda qurolli harakatlarning o'zliksiz ko'payishi va geopolitik talash tortishlar
hareketini özlüksüz köpeytip, ağduruş karakterlik hareketle ottırığa çıkışı mümkün dedi. Mana bu haberdeki orijinallik mana muşun deyli hazır. İkincisi, Cungo'nun Washington'da turuşluk baş elçisinin bayanatçısı Liu Ping Efendi. Siz dediniz, Cungo siz dediniz, terörizm bu halkara. Ne dedi? Yıllardan bu halkara ve raylara terörizme bölgün çıkışlarının tekimiz biriktirip, Cungo'nun çet eller grey daldır nişan kılıp hücum kıldı. Terörizm insaniyetinin ortak düşmanı. Liu Ping Efendi sizden degan gepiniz ve heptili haberler yornulığı bergen cevabınız terörizm insaniyetinin düşmanı. 1949 yılı 1. ayının 30. günü Şibeypo Rusya'nın diplomatı Molotov ve Mikoyan Cungo'nun reisi Mao Zedong Şibeypo'da yığın açıp Uyguristan'a mustemlikçi armiyanı yollaş ve bu yollaşını Rusya taraf kandak bir xatarlikka kapalet kılıdığan mezmundaki diplomatik söz işleme söhbet bayaldırdın kiyen 1949 yılı üzünlerini haber kılışı şu vakit 8. ayının 26. günüde Uyguristan'da kurulgan müstakil devlet Uygur devletinin daisi Ahmetcan Kasimi başçılığıdaki 6-7 nefer devlet rehberlerine Rusyalik Stalin, Cungoluk Mao Zedong ayrı plan vakasıga bahane da öldürdü. Katliam kıldı. Liu Ping Efendi, siz buna kandak terörist hareket deysiniz? Liu Ping Efendi, dünyada bunda terörist hareketine ne mi deyimiz? Devlet terörizmi deyimiz mi yok? Ya ki halkara boyunca halkarada çoğun devlet, Cungo ve Rusya birleşip bir devlet, bir millet müstakillik çıkarılığında onun daisi Ahmetcan Kasım'ın suikast bilen öldürüş Rusya üçün, Cungo üçün aytkanda bu kandak terörizmle hareket Liu Ping Efendi. Aylanıp koyan yani sizge qaraganda, hazır ahvaldan qaraganda sizge köplep sözleşki doğru kildigandek durdu Liu Ping Efendi. Oylap koyan, terörizmge baha bergende, terörizmle hareket insaniyetinin düşmani degende vaqtida muşunda katliam ve muşunda qatillik bir devletinin daisi öldürüşle o devletini müstemlike kılış bu insaniyet tarixida yoki insaniyetga nisbatan nima deb ataladi Liu Ping Efendi? Ben şu savolni qo'yib qo'yay sizga. Hurmatli vatandoshlar, men boshda aytdim. Bugun bu xabarni ortiqcha tahlil qilmaymiz. Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilingan ekan. Bu albatta xabarning salmiqi, xabarning darajasi, xabarning mazmun dairesi qanchalik ekanligini mushu orqali bu xabarning nopuzini muqimlashtirib olsangiz bo'ladi, hurmatli vatandoshlar.